Mana shu rossiyskiy mashina shu 15 minutdan beri shu olib kira olmayapti bitta rampaga. Mana men Sitter ekanmi, no'rami? Qo'yib beray. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Nabzami? Remen ovozini qaranglar, hammani uyg'otadi-da. Bozor deylar, uyg'otdim, har yurgizganmiz. Remen короче yaxshi chiqmadi. Dokument kutyapmiz, dokument chiqsa shu bilan yo'lga granitsaga. Mana shu rossiyskiy mashina shu 15 minutdan beri shu olib kira olmayapti bitta rampaga. Yana eshik vardı mana. Yana oldiga yo'ladi. Kallani chiqarishdi o'zi bitta minusi, xatosi. Yana oldiga. Shunaqa qarab yuribsan. Qancha davom etadi? Meni shu 15 minutdan keyin mana syomkani yoqdim kamera. Qancha davom etadi? Hozir borib misol uchun yordam berib qo'yib berishim mumkin, lekin menga nima o'rgansinmi? Qachongacha birov qo'yib beradi? Turgan joyda ish qo'ygan. Lekin vijdon yo'q qo'ymaydi. Shu borib xatyabi ko'rsatib qo'yib yurishim. Oldiga 3 qadam ketdi. Mana men Sitter ekanmi, no'rami? Qo'yib beray. Rosa tikib mina ekanim bu shopir. Mana chiroyli qilib joylab berdim. Sitrak. O'zimizdagida kategoriyasi bo'lsa hozir prava bo'lsa bo'ldi, chiqarib yuborilyapti-yu. Keyin yo'llarda shu bundan ham battar bo'lib yurishib ko'ryapmiz. Ba'zilar. Bu ham shunaqa zatniga qo'yishni bilmaydi ekan-da. Mayli. Urgan bo'ladi. Qarab turib balay. Tomosha qilib turgim kelmadi. Endi ichkariga kirib ketdi. Mana dokument ham tayyor bo'ldi. Soat millari 4dan 42 minut o'tdi. Hammamiz dokumentni olib chiqdik. Endi avtomashinani qizitib shu bilan yo'lga. Meni remenim shu qizib olgandan keyin o'chyapti. Ungacha chillab turdi. Bora endi almashtiriladi. Mashinani ham qizitmadilar, shekilli hamkasblar. Meniki hali remenim ham qizilmadi, qizilib ishlaring yomon zarur. Hali Volvo qizigan yo'q. Tochka ham ko'tarilgan yo'q. O'zilib olib chiqib ketishdi, malades.
Mana endi remen ham qizidi. Bu yaxshi emas, sovuq motorga haydash. Ремонт тента полуприцепа. Endi oldimdagi Volvo yurgizib qo'ygan edi. Фурнитура, пломбировочных тросов, наконечников на трос, замена шарниров крыши, роликов. Omadlaydi beruvsan, u ham qo'yib bergan, hali ham ketmabdi-yu, sitrak. Находимся 3037 километр, здание 37. Mana endi avtomashina qizidi. Endi yursam ham bo'ladi. Ketdik endi Toshkentlik brat. O'z ikkalamiz qolibmiz. Aktoras bilan. Bular hali yuklagani yo'q. Soat millari ham O'zbekiston vaqti 2 dan 51 minut o'tibdi. Bu yerda esa 4 dan 51 minut o'tibdi. Tuman ham normal uchdi. Xo'sh, rejim bo'yicha 1 soat 50 minut yurdi. Tong ham otmoqda. Qorlar ermabdi-yu, chekkan edi. Karasok degan joyga ham yetib keldim. Granitsaga oz qoldi, xohlasa. Ko'ramiz granitsa. Qanday holatda navbatlar. Birorta kelyap turgan furadan so'rayman desam, kunduz kun o'tishmaydi. Transportni ishlaganini hisobiga. Tavakkal men haydayapman. Ko'ramiz qanday vaziyat bo'ladi.
rejim bo'yicha kelinyapti. Как положено. Mana shu mostdan shunday tushishga transport ekan. Soat millari ham 10 bo'lyapti. Mana shuncha mashina transportning bor deb o'ylab kamazlar kutib o'tirishmiz. Haydash kerak yo'qmi? Tем более пустое ekan. Birortasi so'ramadi ham, ratsiyaga chiqib so'raganda aytadi. Granitsaga ham yetib keldim. Hech qancha mashina yo'q ekan. Endi proxodni bir tekshirib qo'yishim kerak. Ozarbayjonlar kafesi. Bu ya ozgina qoldi. Kanaldamisiz? Kanaldaman. Turibdimi akalar? Toza. Siz qo'ragan aka? Toza. Gapiryapman. Eshitmasangiz menda emas. Shu granitsada 2 dona mashina bor ekan. Ular ham kirish joyida turibmiz. Shu tomon yo'llar ham juda chataqdi. Endi men proxodni tekshirib qo'yishim kerak. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Bu kim edi? Korobkalar katta bo'lganini hisobiga noto'g'ri yuklab qo'ygan. O'shaning uchun bir tomondagi yuklar tag tomonidan yiqilgani hisobiga hatto qopni ham tepaga chiqarib olgan. Qop shunday pastga qarab tushgan. Ikkita pallo. Mana bu yer tepaga chiqarib olgan qopni. Nahonatda ham turibdi. Orqani past yuklaganini hisobiga tepaga otib yuboribdi. Короче, yaxshi granitsada yordam beradiganlar bor. Kami shu ikkita paddon ketganda.
Короче, bu qopni ham ayb emas ekan. Yuklashda mendagi noto'g'ri yuklab qo'yish kerak. Hozir qo'yib o'taman. Sherikligini ham hozir ichini qo'yib o'taman syomka qilib. Короче, shaxmat qilib yuklamagan. Aytdim, bu darajada bo'lmaslik kerak. Mana qaranglar, amortizator umuman ishlamaydi ekan. Qana kelgan mana. Taklashdi mana. Men degan noto'g'ri qilib qo'yishgan. Mana shu holatda taklanganda yiqilmasdi. Endi hozir o'zimdagini ko'rsataman. Mana mendagi mana shu holatda bo'lganligi uchun qonidan ketyapti. Oq qo'ygan o'zi. Ha, Qiyshayib bosib. qiyshayib. Qaranglar, amortizatori chataq avtomashinani Percept. Yuki qanday holatda kelgan? Bo'ldi, atayotdan qilishyaptim bizga. Ishonori ojicha qoldi, basharangizga tayincha Percept'im. Ancha bor edi. Yo'q, men bunaqa joyni spesialni yasab qo'yyaptimi? Biz ketib olib kelayotganimizda bo'la. Karantin boshlandi-yu, karantin o'shaning uchun. Qozog'istonga mana o'tib oldik. O'zi ham boru, mehnat qildik-da o'tkincha. Rossiyada paraxodni o'g'irlab Qozog'istonga o'tsak, Qozog'istonni ham yiqilib. Bu reys yomon bo'ldi o'zi ham. Ijod qildik. To'lka mehnat bo'ldi. Ish kelguncha ash paraxod bilan olishib keldik o'zi. Tamam, videoga olmadim, o yo'lda to'g'rilaganlarimiz. Pagoda ham 18-19 bo'lyapti-yu. Issiq yaxshi. Konditsionerlar ishlab turibdi. Ha, qolib ketdingiz. Qorini ochib oldi. Yani shu har doim mana shu yerda chiqib ovqatlanadigan joyim bor, ovqatlanaman. Qozog'istondan Rossiyaga o'tish bir dona mashina turibdi. Bular dam olyapti. Oldiga o'toringlar, o oldida ekan navbat. Bular dam olyapti ikkita mashina. Bizda nima qiladi? Video proxod ochadi. Ha, proxod kerak bo'ldi. Buyur. Rahmat, sog' bo'linglar, aka. Rahmat. Zaki tashkil bilan ko'rvonaroq. Bular tir bilan kelmaydi-da. Bizga o'xshab Rossiyadan kelyapti turib, Smer bilan kelganda bular ham Smer bilan chiqadi-da. Bularga ham proxod kerak bo'ladi. Avlada 150. Tamojnidan chiqib kelib, shundoqqina yurib turib, bu yerda sho'rma qiladigan joy bor. Shu yerda endi ovqatlanib turib yuramiz. Yengil tamaddi. Xo'sh kelding, bratam. Дай кола. Kafecha. Choy ochmang. Bakalda. Sho'rma qilib, keyin yana yo'lda dalish davom etamiz. Endi bu akanikini ham to'g'rilab qo'ysak, shu bilan
ish yakunlanadi. Bu res yomon qiynadi bu. Uyqu ham bugun yo'q. Yaxshi qorinni to'g'lab oldi-yu. Bu akani ham bir tomonini chiroyli qilib yuklashgan. Bir tomonni poflab qo'yishgan. Bir xil tamendagi bilan. Ana ular to'mparlik ketmabdimi? Battar bo'lib ketibdi. Tashiysizmi yana ketdimi? Bu chataqsi meni uribdi o'zi ham. Sizga ham, menga ham mana shunaqa qilib. Muvatdi. Ana senga o'sha kayf. Kimlarnidir xatosini biz mana shu yerda maza qilyapmiz. Noto'g'ri yuklashgan mana. Qoza qo'yil zapravka. Kalonka narigisi ishlamaydigan. Bu tomondan qo'yilyapti.